Uchinchi variant 36-savol. Noma'lum o'simliklarning tuxum hujayrasidagi jinsiy xromosomalar soni somatik hujayralardagi barcha xromosomalarga nisbatan foiz farqi 2,143% ga teng. Yig'indisi esa 12,143% ga teng bo'lsa, xromosomalar soni kam bo'lgan o'simlikning endospermdagi autosoma xromosomalar soni nechta? Xromosomalar soni ko'p bo'lgan o'simlikning barg oschasida nechta xromosoma bo'ladi? Xo'p. Birinchi qiladigan ishimiz bu belgilash, kiritib olish. Bizda ikkita noma'lum o'simlik bor. E'tibor beramiz, noma'lum o'simliklarning deyilyapti. Demak, X noma'lum o'simlik va Y noma'lum o'simligi bor bizda. Jinsiy xromosomalar soni xo'sh, mana tuxum hujayrasidagi jinsiy xromosomalar soni. Bu degani jinsiy hujayradagi jinsiy xromosoma. Bilamizki, jinsiy hujayrada bitta dona jinsiy xromosoma bo'ladi. Somatik hujayralardagi barcha xromosomalarning nisbat foiz farqi demak 2,143% ga teng. Xo'sh, ikkinchi qiladigan ishimiz. Bu juda muhim, e'tibor beringlar. Ikkinchi ishning birinchi qismi bu aynan mana shu foizni nisbat ulushga o'tkazish. Ya'ni 100 ga bo'lib nisbat ulushga o'tkazamiz foizni. Ikkinchi ishimizning ikkinchi qismchasi bu. Mana bu foiz bor-ku, buni ham 100 ga bo'lib olamiz va buni ham nisbat ulushga o'tkazamiz. Juda yaxshi. Ana endi birinchi ifodani yaxshilab e'tibor bering. Demak, aynan tuxum hujayrasidagi jinsiy xromosomalar soni, ya'ni doimo bitta bo'ladi. Somatik hujayralardagi barcha xromosomalarga, somatik bu 2n bo'ladi. Shuning uchun bu 2x deb belgilangan. Bitta o'simlikniki, ikkinchi o'simlikniki esa 2y deb belgilangan. Ya'ni mana bu x da bu gaploid nabori kelib chiqadi keyin. 1 taqsim 2x bu bitta jinsiy xromosomasi bo'ladi jinsiy hujayrada. Bu 2x bu diploid nabordagi umumiy xromosoma soni. Shuning farqi mana foiz farqi. Aynan shunchaga teng ekan. Endi yig'indisi xuddi mana shu narsani mana bu yerda plyuschasi bilan. Demak, mana bu narsa ekan. Biz hozir shuni ishlasak, demak bizda x 7 ga teng chiqadi. Ya'ni x o'simlikning gaploid nabori 7 ga teng chiqadi, y o'simlikniki esa 10 ga teng chiqadi. Xo'p, mana bu yerda e'tibor bersak, uchinchi ish. X o'simlikda gaploid nabori 7 ga, diploid nabori 14 ga teng. Y o'simlikda esa gaploid 10, diploid esa 20 ga teng ekan. Ana endi biz A savolchani topsak bo'ladi. Demak, xromosomalar soni kam bo'lgan o'simlik mana bu X o'simlik. O'simlikning endospermdagi autosoma xromosomalar soni juda yaxshi. Diploid nabor ko'ryapmiz 14. Triploid nabor 21. Lekin undagi autosoma esa 18 ta bo'ladi. Shuning uchun demak, bilamiz gaploid naborda 7 bittasi jinsiy, 6 tasi autosoma. Endosperm triploid naborda. Shuning uchun 6 ni 3 ga ko'paytiryapmiz. Javob 18 chiqyapti. Juda oddiy. B'sini topadigan bo'lsak, demak, xromosomalar soni ko'p bo'lgan o'simlikning barg oschasida nechta xromosoma bor deyiladi. Barg oschasida, ya'ni barg oschasi ikkita loviyasimon hujayradan iborat va ularning har biri diploid naborli. Demak, 20 ni 2 ga ko'paytiryapmiz. Ya'ni bu ikkita o'sha loviyasimon hujayra soniga. Javob 40 chiqadi. Demak, masala yechimi xuddi shunday bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.